Alohida biri bo'lgan. Nima uchun ikki odam bir so'rinda munozirlashsa, ularning munozirasi jidal majra bilan oyoqlashadi? Boshqa ikki odam munozirlashsa, ularning munozirasi xushalliq va rozilik bilan oyoqlashadi. Chunki bu munozirlashish mahoratidir. Nima uchun ikki odam o'xshash xutbani o'xshash so'zlar bilan so'zlasimi, ularning birisining xutbasini anglayotganlarning asnash bilan uxlash orasida turadiganligini, masjidning joynamozlarini o'ynaydiganligini yoki o'ldirish holatini necha qatimlab o'zgartiradiganligini. Ammo yana birisining xutbasini anglayotganlarning bo'lsa, ko'zlarini mitma qilmay yoki diqqatini chachmay qiziqib, ta'sirlanib turib anglayotganligini ko'rsan. Chunki bu xutba so'zlash mahoratidir. Nima uchun bir odam so'rinni so'zlasa, so'rindagilar uninga quloq solib anglab tikilib o'ltirdi. Ammo yana biri so'zlasa, so'rindagilar boshqa gaplar bilan yoki telefonlardagi uchurlarni o'qish bilan mashg'ul bo'ladi. Chunki bu so'zlash mahoratidir. Nima uchun bir o'qituvchi maktabining koridorida mangsa, uning atrofiga o'quvchilar o'rlashib olib, biri uning bilan ko'rishsa, yana biri uningdan maslahat so'raydiganligini, uchinchi birining biror masalasini aytadiganligini, mabodo ishxonasida o'tirib o'quvchilarga kirishga ruxsat qilsa, birdamdala ishxonasining to'shib ketadiganligini, hamma o'quvchining uning bilan birga o'ldirishni yaxshi ko'radiganligini, ammo yana bir o'qituvchining maktabida yolg'iz mangadiganligini, maktabining masjididan yolg'iz chiqadiganligini, hech qanday o'quvchining uningga xushallik bilan yaqinlashib ko'rishmaydiganligini yoki dardlarini to'kib maslahat so'ramaydiganligini, mabodo ishxonasini kun chiqqandan tortib kun patqicha kecha kunduz ochsimi yanala o'quvchilardan hech kimning uningga yaqinlashmaydiganligini yoki uning bilan o'ltirishga qiziqmaydiganligini ko'rasan. Nima uchun? Chunki bu kishilar bilan muomala qilish mahoratidir. Nima uchun bir kishi bir ommaviy so'riniga kirsa, boshqalar uni ochiq chiroy qarshi oladi va uning bilan uchrashganligidan xushal bo'ladi. Hamma odam uning yonida o'ltirishni orzu qiladi. Ammo yana bir kishi kirsa, kishilar uning bilan odat yoki adab yusidan sovuq bir shaklda ko'rishib qo'yadi. U o'ltiradigan biror o'rin izlab u yoqqa qaraydi. Hech kim uningga o'rin bo'shatib bermaydi yoki yanada o'ltirishga chaqirmaydi. Nima uchun? Chunki bu qalblarni qo'lga keltirish va kishilarga ta'sir ko'rsatish mahoratidir. Bir dada uyga kirsa, bolalarining chiroyi ochilib, uning yoniga xushal bo'lib keladi. Ammo ikkinchi bir dada bolalarining yoniga kirsa, bolalari uningga parvo qilmaydi. Chunki bu bolalar bilan muomala qilish mahoratidir. Masjidlardagi, to'y-to'ykunlardagi va boshqa yerlardagi ahvollarmi mushuningga o'xshash bo'ladi. Kishilarning boshqalar bilan muomala qilish iqtidori va mahorati farqli bo'ladi. Boshqalarning muomala qilish usulimi ham shundoq. Kishilarga ta'sir ko'rsatish va ularning yaxshi ko'rishini qo'lga keltirish tasavvur qilganingdan osondir. Men mubolag'a qilmayapman. Chunki men buni necha qadamlab tajriba qilib shuni bayqadimki, ko'pincha kishilarning qalblarini oddiy usul va mahoratlar bilan ovlag'ili bo'ladi ekan. Buning uchun shu usul va mahoratlarni amaliyotda qo'llanib, mashq qilib, puxta qila oladigan bo'lish kerak ekan. Garchi biz his qilmasakmi, kishilar bizning muomala qilish usulimizning ta'siriga uchraydi ekan. Men 13 yildan buyon harbiy fakultetning masjidida imomatchilik va xatiblik qilyapman. Masjidga berish yo'lim bir darvozadan o'tadi. Uni echish va yepish ishlariga mas'ul bir amalliq saqlag'uvchi bor. Men uning yonidan o'tganimda uningga kulimsirab, qo'lim bilan ishorat qilib salom berishga ahamiyat beratdim. Namozdan keyin uyga qaytish uchun mashinamga chiqatdim. Ko'pincha chog'larda telefonim namoz vaqti kelgan telefon va uchurlar bilan to'shib ketadi. Bir qatim telefondagi uchurlarni o'qishga berilib ketib, u odam eshikni ochgan chog'da ko'zim telefonda bo'lib qopti. Uningga tabassum qilishga diqqat qilmay, uning yonidan o'tib ketib qoptiman. Bir kuni darvozadan chiqayotgan chog'imda u odam meni tuyuqsiz to'xtatib, "Ey shayx, sizlar mendan xafa bo'lib qoldinglarmi?" dedi. Men uningga, "Nimishqa bundoq deydilar?" dedim. U, "Sizlar kirgan chog'da xushal holda tabassum qilib salom berdilar, ammo chiqqan chog'da tabassum qilmadilar, xushalmi bo'lmadilar" dedi. U odam oddiy bir odam edi. U bechora menga o'zining meni yaxshi ko'radiganligi va meni ko'rish bilan xushal bo'ladiganligiga qasam qilishga boshladi. Men uningga uzr aytib, mashg'ul bo'lib qolish sababimni bayon qildim. Keyin haqiqatan shuni bayqadimki, biz ba'zi ishlarga odatlanib ketishimiz bilan ular bizning tabiatimizdan bo'lib ketadi ekan. Biz ulardan g'aflatda qolsaqmi, kishilar uningga diqqat qiladi ekan. Bir sho'la. Pul molni kishilarni yo'qotib qo'lga keltirma. Chunki kishilarni qo'lga keltirish pul molni qo'lga keltirishning yo'lidir. Doktor Muhammad Arifiyning Istamti' bi hayatik nomli kitobidan tarjima qilindi. Tarjima qiluvchi Pinhon.